Menga patsiyentim 5 minut ichida 10.000 yevro kartamga tashlab berdi. 10 kun avval bilasizlar, men Yevropada edim va menga juda ham pul kerak bo'lib qoldi va men check-upga kelgan bir bemorimni o'sha yerda topdim va unga qo'ng'iroq qildim. U aytdi: "Voy doktor, siz Yevropaga keluvmidingiz, nega aytmadingiz, mehmon qilaman." Men aytdim: "Yo'q, menda hozir bitta muammo bo'lib qolyapti. Menga 10.000 yevro kerak" desam, u aytdiki: "5 minutda men kartangizni tashlasangiz, sizga buni hal qilib beraman." Nima bo'lgan? Bu bemor menga kelganda check-upga men unda tomirida tromb borligini aniqladim. Va interventsion kardiologlar unga stent qo'yamiz deganda, men pogranichniy stenoz bo'lganligi uchun unga aytdim: "Men sizga dori yozib beraman va 3 oydan keyin bu trombingiz erib ketadi." Bemor bunga ishonmadi. O'zini yurtiga qaytgandan keyin, u chet el fuqarosi, u 1 oydan so'ng meni lecheniyamdan so'ng koronarografiya qildiradi va tomirida tromb eriganligi ko'rinadi va doktor aytadi: "Qanday zo'r shifokorga murojaat qilding, qanaqa lecheniya qilding, bu tromblarni qanday eritdi?" Ya'ni bizani O'zbekistonda ham juda ham kuchli shifokorlar bor. Agarda siz profilaktik maqsadda check-up qildirib, kasallikni oldindan aniqlasangiz, albatta davosi bor va siz sog'lom bo'lasiz.